Təsiratları. 3. Gülşen Abdükadir. 1. Namayış vicdanın koçulara tökülüşü demektir. Bir anı çoşqa bir yılda 3 qitim tug'di. Her qitimda 20'den bala tug'di. Tunji tuqqan balları yana anısıga ergişip bala tug'ishga başlaydı. Şundaq bolganda bir çoşqa bir yılda 480 bala tuqqan boludu. Bir yolvasının o'ttirchi ömrü 26 yaş bulup, bir anı yolvas her 2 yılda 2 bilen 4 arasida yolvas tug'di. Şunu o yolvas deb atılıdı. Ammo o'zini Uyg'ur o'qituvchilar, Uyg'ur mustaqillikchilari deb atib olgan inkarchilarning inkar tug'umchanligi cho'shqining ko'payishidan betar bo'lib, ular tuqqan sapsatilar indigenous bilan cheklanmaydi. Uluschilikmi emasmi? Avtonomiyami? Mustaqillikmi? Bizning qizil siziqimiz mustaqillik va hokazo degan sapsatilar ostida ular u tarafga Ayso Yusuf olib tekindin. Bu tarafı Dolqun Aysag'ich bo'lgan bu kangri va murakkab Uyg'ur davosi jug'rofiyasidagi Uyg'urlarga oid barliq qimmat qarashlarni yo'qqa chiqaradigan inkarlarni davomli tug'ib turdi. Ular hayron qolgudek darajada inkar mohirlarkin, ayhannas, ularning inkarlar oldida yer sharimi qandoq cho'gilishini bilolmay qolsa kerak. Ular 70 yildan buyon Uyg'ur davosida nima natija chiqibdi degan bir inkar savol bilan yana qo'lining orqasida urilgan bir shapaloq bilan Uyg'ur davosining bu 70 yilda to'kilgan har bir qadam, har bir ter va badalni inkor qiladi. İnkar, muayyanlashtirish va e'tirof qilish degan iboralar bilan chiqisholmaydi. Uyg'ur tarixidagi eng mashhur inkar va sapsati tarixi aqtog'liqlar va qaratog'liqlar tarixidan iborat bo'lib, ular darajadan tashqari inkar tug'umchanligi bilan ana shu aqtog'liq va qaratog'liqdan iborat qora tarixni yangidan barpo qilmoqchi bo'ladi. İnkarchilar xuddi qozonning ustida laylab qolgan chamg'ur parchalariga o'xshaydi. Ya qozonni qaynamaydi, yoki qozonga cho'kmaydi. İnkarchilar Xitoyning atalmış madaniyat zo'r inqilobida qo'llangan xalq harakati andisizni o'zlarining inkar va sapsatillariga bosh toj qilib kiydirdi. Ammo ular mohiyatda o'z xalq xushal bo'lgan har qanday bir narsadan xushal bo'lgan va huzurlangan bo'lmasdan Uyg'ur xalqiga mansub barliq xushalliklar va umidlarni inkor qiladi. Masalan, London Uyg'ur soti chiqargan Xitoyning Uyg'urlar qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligi haqidagi qaroridan ular hech qanday xushallik his qilmaydi. İnkarchilarning bu yil dekabrdagi eng cho'ng inkor temasi namoyishni va Uyg'ur soti chiqargan qarorni inkor qilishdan iborat bo'lib, anglashlar qaraganda bir qancha inkarchi bir guruhi bo'lib, ko'zlariga petanqa aynaklarni taqab, sot qaroridagi indigenous people degan iboralarni sanab va qo'g'lab yuribdimish. Hayron qolarliq yeri shuki, bu inkarchilar Xitoy e'lon qilgan aqtashliq kitoblarni bundaq tekshirish va suzguchilardan o'tkazib baqqan emas. Hozir Uyg'ur jamiyatida yuz berayotgan ahvollarni muhokama qiladigan bo'lsak, inkarchilikdagi maqsad to'g'ri bir yakunga erishish emas, balki qanchalik badal to'lashdan qat'iy nazar cho'qim yengish va yengan taraf bo'lgandan iborat faxrlanish tuyg'usi ichida yashash. Masalan, Dünya Uyg'ur qurultiyining Uyg'urlarga vakillik qilmaydiganligidan iborat bir imzoni boshiltishdagi maqsad cho'qim yengan taraf bo'lib, bu yengish elib kelgan mag'rurlik tuyg'usi ichida mas bo'lish, xalq harakatining qudratli kuchini Dünya Uyg'ur qurultiyiga ko'rsatib qo'yish. Ammo yengib olgandan keyin, ya'ni Dünya Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga vakillik qilolmaydigan o'ringa tushgandan keyin vaziyat qandoq bo'ladi? Uning orqasidan-chi? Xuddi mashhur yozuvchi George Orwellning 1984 nomli kitobida davomli inkor qiladigan dushmanlarning orqa-orqadan chiqib turadiganligini o'tirib qo'yguniga o'xshash. Uyg'ur jamiyatining inkorchilaridimi dushmanlar yengilib turdi. Asosliqlari Dolqin Ayso, Robiya Qodir, Ayso Yusuf Olibtekin, Rishod Abbos, Rushan Abbos, Ablikim Idris, Kuzzat Altay, Indigenous People, Avtonomiya, Uyg'uriston, Sharq Turkiston, namoyish va hokazolar. İnkarchilar bir tarafdan xalq harakati qo'zg'ab, Dünya Uyg'ur qurultiyining Uyg'urlarga vakillik qilolmaydiganligini yoki Uyg'ur xalqining manfaatiga vakillik qilolmaydiganligini isbotlamoqchi bo'lsa, yana bir tarafdan Xitoyga qarshi Uyg'ur xalqining norozilik va cho'qonlarining yuragi hisoblangan namoyishni inkor qiladi. Agar namoyishning tarjima holini bir jumla so'zga yig'inchoqlashga to'g'ri kelsa, namoyish dal Uyg'ur xalqining Xitoyga qarshi xalq harakatidan iborat. Uyg'ur davosi o'z navbatida vijdonning davosi bo'lib, namoyish vijdonning ko'chalarga to'kilishidan iborat. Dünya adaletini insonlikning to'riga hisoblangan vijdon, ya'ni cho'qon, isyankorlik, namoyish kontrol qilib keldi. Albatta, vijdonsizlari, ya'ni cho'qon, isyankorlik va namoyishni inkor qilguvchilari ko'p bo'lgan millatlarmi adolat tarosida yenik o'tirib keldi.
Dünya ekologiyalik muhitining buzg'unchilikqa uchrashi, hayvonlar naslining qurib ketishi, kamsitish, irqiy qirg'inchilik, insonni inson qul qilish, ya'ni qulluqni yo'q qilishdek dunyoviy masalalarni to'xta deb tormozlagan narsa vijdon va bu vijdon ko'chalarga so'rab chiqqan insonlar bo'lgan edi. Namoyishni inkor qilish demak, butun Hindistonni yalangoyoq namoyish qilib aylanib chiqqan Gandini, qarlarning huquqini qo'lga keltirish uchun Amerika xalqining vijdonini ko'chalarga so'rab chiqqan Martin Luther Kingni, Ili vodisini qoplagan mashrablar bilan Xitoyni andishiga solgan namoyishchi Abduxalil Mijitni, 5 fevral g'ulji namoyishini, bu namoyish keltirib chiqargan 5 fevral g'ulji qirg'inchiligini, isyonkor Barin Rohini, 5 iyul Urumchi qirg'inchiligini va bu qirg'inchilikni dunyoda anglatgan 5 iyul Urumchi ayollar namoyishini inkor qilish eng oxirida Uyg'ur milliy ruhini, Uyg'ur vijdoni g'ururini inkor qilishdan iboratdir. İnkar ve sepsete bir milletning ruhida bor bo'lgan ilg'orliklar bilan chiqisholmaydi. Yunan feylasuf Sokrat, gerçi o'z davrining eng bilimlik feylasufi bo'lsa-mu, shu davrni inkar ve sepset qaplab ketgan bo'lg'achqa, bu qimmatli boylikni chetga qoqqan va patirmagan edi. Sokrat o'zini so'roqqa tortmagan hayot yashashga arzimaydi deganga o'xshash falsafaviy ilg'or fikrlari bilan o'z davrini insonlik falsafasi bilan tüp yıldızdan bir silkigan. O'z xalqini axloqda yetaklagan bo'lsa-mu, sepsetichi va inkarchilar tarafidan axloqsiz va vataniga ihanat qilgan degan tuhmat bilan darg'a esilgan. Sharq Turkistonda nurg'unlagan qon to'kilishlarga sabab bo'lish badiliga badavlat qurgan. Uyg'ur xalqi ustidan ilib borgan qirg'inchiliklari qaramay, o'z davrida otliq g'ozi unvoni berilgan. Farg'onalik Yoqubbekning Xotan amirligi, Kucha amirligi, Urumchi va elini o'z ichiga olgan Kangri va sap Uyg'ur yurtiga hukmronlik qilishning orqasida Uyg'urlar hokimiyat qura olmaydi. Uyg'ur diyorini men kontrol qilishim kerak deydigan darajadan tashqari o'zmanchilik, inkarchilik va tar o'zbekchilik sepsetisi yer olgan edi. Çin sulolasining xoni Zozongtang bilan Xupyani til beriktirib, Yoqubbekni zaharlab o'ltirib, Zozongtangning Uyg'ur diyorini bir pay o'qatmay besvilishiga zimin hozirlab bergan Yoqubbekning Xotan valisi Niyozbek bilan G'azinchi O'shirbeklar nishonga qaramay barmoqqa qarab turib olgan shinpazlar bo'lganligi uchun Yoqubbekni rad qilib Zozongtangni vatanga boshlab kirgan edi. O'z davrining mashhur astronomi, u qurgan yulduzlar sistemasini tekshiradigan rasadxonalar dunyo bo'yicha oldingi qatorda turadigan o'zbek astronom Ulubekni o'z o'g'li tarafidan bo'g'ib o'ldirilishga boshlab apargan narsa Alloh bilan aql talashyotidi degan sapsat edi. Abduqodir Domillamga qilingan suiqasd, Sobit Domillamni mahkam bog'lab Shingshisayning oldiga Urumchiga akilib berish, Temur Xalifa, Xo'janiyaz Hoji, Mahmud Muhiti va boshqa Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun barlig'ini atagan kishilarning ichinishli tragediyalarining orqasida bir sapsat ko'langa tashlab turgan edi. Turk siyosatchi Adnan Menderesni dar maydoniga so'rab apargan narsimi dal hech nimaga arzimaydigan quruq sapsat edi. Vatan ichidagi jazo lagerlaridan xalqimizning ichinishli nidolari, o'lim xabarlari orqa-orqadan kelayotgan bugungi kunda chet ellardagi Uyg'ur jamiyatida inkor va sapsatlarni ustiga liq bosgan, uni oz deb Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Birligi va boshqa erkin demokratik davlatlarda to'xtamay anglatib, bu yo'lda bo'sish xarakterlik natijalarni qo'lga keltirayotgan Uyg'ur xalqining chet ellardagi birdan-bir oliy da'vo organi bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyini Uyg'ur xalqiga vakillik qilolmaydi va hokazo degandek bir imzo to'plashni qistab bosgan. Bir at ilib qochgan harva nihoyat xatarlik holda cho'nqur hanga qarab chepib ketyapmoqda. Agar chet ellardagi Uyg'urlar bu at ilib qochgan harvaning cho'lvirini tutolmagan ahvol ostida mustaqillik haqida yo'g'on gap qilmasa bo'ladi.